o'zi ko'chada video qilmayman. Hozir mana shu mahsulotni O'zbekistonga chiqarishim bilan sizlarga video olib ko'rsatyapman. Bu mana bunaqa pomadkaga o'xshagan narsada. Shunaqa hidi jinni qiladi odamni. Men endi hozir mana shu timga surib ko'rsatyapman. Sizlar quloqning orqasiga, bo'yninglarga sursanglar bo'ladi. Qo'linglarni mana bu joyiga. Buni hidi umuman ketmaydi. Stoykasi shunaqa богатый, приятный аромат. Vanilla deb yozilgan, lekin vanillani o'zini hidi emasda, qanaqadir parfyum aralashgan yog'li narsa bo'ladi. Ana mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunisini o'zimga olib qoldim. Boya testni imini olib ishlatdim. 5 xili bor ekan. Eng ichida zo'ri mana shu ekan. Mana shunaqa joylarga surib qo'ysanglar, shu bilan hidi ketmaydi umuman. Faqat kiyimga surmanglar, tanadan ketmaydi. Kiyimni yuvsanglar ketib qoladi. Tanada prям ko'p, ana ertalabdan kechgacha turar ekan. Hidi menimcha har bitta qizga yoqsa kerak. Buni hidi shunaqa o'ziga tortadigan hid. Bu mana parfyumированный stik